Bo'ydi rayoni, Bo'ydi tumani, Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'ida. Aha. Turkiya to'yxonasining oldida meni uyim. Aha. Yana bitta ma'lumot aytaman. Bularda o'sha endi opalari deymizmi, yash chiqarmasdan turib, o'sha 7 oylik, 6 oylik, bir xil tekda 8 oylik bo'lgan bo'g'ozlarimiz ham bor. Aha. Bu firmada hali siz ko'rgansiz. Aha. Obunachilaringiz ko'rmagan. Ana shularni yelin solib turganlari ham bor. 18 boshi undan. 18 bosh sotuvda bor. Ha, 18 bosh sotuvda. Ular kilasi ham 450, 500 mana shunaqa. Bir dona olsa ham vodiy bo'ylab qilib bering aka. Vodiy bo'ylab qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab bir dona olganga ham bor dastlabki. Ketmay turasiz. Ikkita katta qisirxonamiz bor, qochiydigan. Qochishga tayyor. Qochishga tayyor. Hozir uni ikkovini yetalab ko'rsatib qo'yaman. Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, Xunojin ishqibozlari. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot mahallasidamiz. Bugungi sanamiz 31-mart haftaning seshanba kuni 2026-yil. Rossiyskiy Xunojin olaman degan Xunojin ishqibozlari uchun Rossiyadan keltirilgan toza qonli xunojinlar bor. Shu xunojinlarning ma'lumotlarini olib berishga harakat qilamiz. Xo'p, xunojinlar rossiyskiy o'sha ola qora 100% toza xunojinlar tavsiya qilamiz. Xunojinning egasi Elor akamdan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum deymiz hamma O'zbekiston xalqi obunachilaringizga. Hammaning xonadonida bundan-da ko'proq chorva mollar ko'paysin, qo'ylari ko'paysin, foydalanadigan. Gap yo'q aka. Hammaga ham yaxshi niyat qilamiz. Shu yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Hamma obunachilarimizni, chorva ishqibozlarining xonadonida shunchadan ko'p 50 talab, 100 talab boqishlik hammaga nasib qilaversin aka. Gap yo'q. Aka bu xunojinlarning ma'lumotlarini beramiz endi. Bular yosh oyligi qanaqa bulardi? Bularimizni yosh oyligi oldin sonadan kelib. Aha. Ha, nechta bosh? 25 bosh turishi. 25 bosh. Siz video o'ylayotgansiz 25 xor. Aha. Lekin 5 ta maydasi sotilgan. Ichidan 5 ta kichkinasi sotilganmi? Texnika kelish kerak edi, kelmadi. Siz kelib qoldingiz. Men qo'shib maqlodim. Olib qo'yadigan joyimiz yo'q. Aha. Hozir 5 ta o'sha qizil krasga chachilganlar yuribdi. Ha. Shular sotilgan. Qolgan bari kattakanlar turibdi-da, mana shular hammasi. Mana shular sotuvda endi. 5 tasi Galishtin Press. Aha. 15 tasi cho'lmi postra. Hop. Bu 5 ta o'z dumi kaltalar yuribdi o'zi. Ichkariga kirganda ham hozir ko'rsatib qo'yamiz. Aha. Yoshlari endi bular ko'p 10 oylik, 11 oylik o'zi mana ular o'qitalab turganlari bor. Qochishga yaqinlagan, ha? O'sha ozgina boqilsa, Oqsil bo'lib 1 oy, 1,5 oy oldin bu o'tgan. Bular hozir yedi ishtilar, tiklanib oyoqlariga o'tmagan. Aha. Bitta ikkita oyog'i uyushganlari bor, lekin oyog'i o'tib tuyog'i yorug' bo'lmagan bular. Ha. Chinamiz to'g'ri ketgan ekan, shunday bo'lib yaxshi yuribdi. Gap yo'q ekan. Yengil o'tibdi-da, xudo xolasa, minus bu mollar orqaga ketmasdan oldiga yuraveradi. Yana ham, ha, xudo xolasa. Hammasi yedi ishtilar, tiklanib zo'r bo'lib ketgan. Yeyish Biz qonuncha jiqlab to'yg'izdirib qo'ya olmayapmiz. Boricha bahyapmiz. ko'pligini hisobiga endi, ha. Lekin yeb ichishi qanaqa deb sizdan so'rashim shart qilsa ekan, shuni ko'rsatib qo'ysam o'zi ishqibozlar tushunib olaverar ekan-a. Silos tugab qolganiga silos bo'lsa bular mana silosda ertalab berganmiz, qolgan narsani yeyapti. Quruq somonni ham qo'ygan. Gap yo'q, quruq somonni ham yeyishlari zo'r. Aka, bular narxlari yo'lida bo'ladi, xudo xolasa. Narxlari zo'r qilib beramiz. Bir qator ko'rsatib nima qiling, endi o'zi hozir mol qimmat bo'lib ketgan, boshqa bo'lgan, hali arzon ayta olmaymiz, lekin kelishtirilgan holatda kelishamiz. Holatdan kelib chiqib bizga hali tushgan narxlarga qarab turib gapiramiz endi. Birovga qimmat, birovga arzon, lekin biz tavsiya berib ko'rsatib nima qilaveramiz. Biz qo'ldan kelgancha yoritib ko'rsataveramiz. Ishqibozlari narxi, sifati yo'qsa, tortmay telefon raqamlar ekranda aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Lekin xudo xolasa o'sha mana ko'rmingga qarab mana. Hozir yana bitta ma'lumot aytaman. Bularda o'sha endi opalari deymizmi, yash chiqarmasdan turib o'sha 7 oylik, 6 oylik, bir xil tekda 8 oylik bo'lgan bo'g'ozlarimiz ham bor. Aha. Bu firmada hali siz ko'rgansiz. Aha. Obunachilaringiz ko'rmagan. Ana shularni yelin solib turganlari ham bor. 18 boshi undan. 18 bosh sotuvda bor. Ha, 18 bosh sotuvda. Ular kilasi ham 450, 500 mana shunaqa katta bo'lib ketgan o'zi. Xuddi mana shularni opalari, ha? Firmasi bitta, chiqib kelgan firmasi bitta.
Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, mana o'zlaringiz eshityapsizlar. Bular hozir 20 bosh sotuvda bu yerda bor, 18 bosh naq buqozlari ham bor ekan. Aloqaga chiqib bemalol savdosini qilib olishlari mumkin. Lokatsiyalarni tashlab beradi akamiz. Aka, telefon raqamini aytib ketaylik boshidan. Telefon raqamini aytaylik, haqiqatdan. Bo'ydi rayoni, Bo'ydi tumani, Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'ida. Turkiya to'yxonasining oldida meni uyim. Ma'lumot telefon nomeri 93lik 644 3104. Ekranga mana shu yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana shu raqamga aloqaga. Shu raqamga tortib aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz samimiy inson, bemalol savdolashib, kulishib, yaxshi kayfiyatda savdo bitirib ketish imkoniyatlari bor. Haligi yaxshi kutib oladi, xudo xolasa. Kelgan odam og'rilmaydi, molsiz ketmaydi, xudo xolasa. Mollari kallalari shunga kelgan chiroyli mollar. Endi bular ichkariga o'taylikda, bitta-bitta ko'rsatib. Mashsa. Bitta-bitta ko'rsatib, endi yurishlari bilan narxlarini aytamiz endi aka. Ko'rsataman. Maşallah, mana bunlar. Ishqibozlar uchun. Ko'raverasizlar, yoqqaniga screenshot qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Ma'lumotlar mana qochishga tayyor, bo'ylari necha keladi shularni? Bo'yi 1.30 chiqadimi? 1.30 indamasan keladi. 1.20 dan oshib chiqadi. 1.20, 1.25. 1.20 ga sotiladigan qoldi-da. Ha, kattalari qolgan. 5 ta sotilgan deyapman-ku. Endi aka bular sekin navbati bilan narxlariga ham o'taveraylik endi. Ko'p kutib qolmasin. Ko'p kutmasin. Endi bitta narsa, biz baho aytamiz. Lekin kelishilgan holatda sotiladi. Bularda arzoni 25 millionning pastida 2 dona mol bor. 25 million pastda. Qancha pastda aka endi? 2 milliondan pastida bor. 23 million so'mda 2 ta mol bor. 23 milliondan 2 ta? Ha. Qolgani 25 million 30 millionda oralig'ida. 29,5 million bilan 25 millionda orasida bitilgan ishlar. Endi bu aytilayotgan narxlar savdolash uchun aytilyapti. Yengil savdosini qilib olish imkoniyatlari bor. Endi u 23 million degan molimiz ham kichkina mol emas. Endi o'zi oxiri kasal bo'lgan molimiz. Endi o'zini rosa tiklab olmaganligi uchun ana bittasi turibdi-yu. Endi yashur kasal. Endi bu bo'ylar kichkinaligidan emas. Ko'rdingizmi mana? Lekin karobkalari butun ekan mol. Molning karobkalari butun ekan mana. Yomon mol emas, lekin oxiri kasal bo'lgani endi o'zini tiklab olmagan bularga o'xshab. Endi kasal deganimiz ham bu yomon kasal emas, shu yashil kasalligidan endi oqsil endi chiqyapti ekan oqsildan. Endi buni ishqibozlari biladi o'zi, ko'p o'rgatmaymiz. Biz mollarni ko'p maqtamaymiz, ostidan bir ko'rsatib qo'yaylik. Ishqibozlari o'zi bilib olaveradi mana. Mana cho'rniy postralar mana. Mana shu necha pul mana shu ikkalasi? Bir savdoga ikkalasi. Ikkalasi 28 milliondan ketdi ana. Savdosi bor. Bunisi ham 28 millionga ketdi. O mana bunisi ham 28 ga ketdi. Yo'q, avval dunta deb qo'ydim, adashib ketdi. Bu necha pul shunisi xo'p? 29,5 degan shiydi. 29,5. Endi ichida eng kichkinasi 23 dan 2 bosh bor ekan. Balanti qaysi endi necha pul? Balanti o'sha 29,5 degan. Ket tanlab olaveradi 29 dan. Men 4 ta mol bor. O'sha narxda oladigan. Qolgani 29 dan kami bor. Endi aka yetkazdirib berish xizmatlari bormi? Dastlabki xizmatlar. Mollar tutaylari zo'r ekan. Bittaga dastlabkamiz yo'q. Bittaga yo'q. Endi savdosiga qaraymiz baribir. Shunga taqozo bo'lsa qilib berish kerak bo'lsa qilib beramiz. Endi aka bo'ylab lekin mana Samarqand, Buxorolarga ozgina dastlabki qilib berish qiyin bo'lyapti. Bir dona olsa ham vodiy bo'ylab qilib bering aka. Vodiy bo'ylab qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab bir dona olganga ham bor dastlabki. Ketmay turasiz, ikkita katta qisirxonamiz bor, qochadigan. Qochishga tayyor. Qochishga tayyor. Hozir uni ikkovini yetalab ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, ko'rsatamiz uni ham aka. Endi buning ichida eng kichkinasi 23 million, eng kattasi 29,5. Shu 29,5 ni 29 qilib qo'yaylik. Endi baribir savdosi bo'ladi, yo'q. 29 dan deb qo'yamiz, savdosi bor baribir. Savdo qilib olaverasizlar akalar. Endi aytilgan narxlar savdolash uchun aytilyapti. O'sha aytganimizdek akamizda kelib qo'lini siqib astalik savdo qilganga beradi. Hech oyoq tirab turmaydi. Maqsad sotish bularda. Kimda kim ishqoz bo'lsa, bittadan like bosib, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, lokatsiya deslarini tashlab beradi. Bemalol kelib savdosini qilib olaverasizlar. Aka, xulojilarni ham ko'rsataylikmi, bo'lmasa qochishga tayyorlaning. Jile to'xtatib turamiz. Bo'ldi, pauza qilib turamiz. Xo'p, mana bularni opalari, bular aka. Bulardan kattaroq variantini olib chiqdik mana. Qochishga tayyor. Xulojinlar mana bular. Tutaklari juda kelgan ekan. Bu baquvvat ekan. Xushro'y bo'lasiz endi. Endi bular
Bular endi Arqonga kecha bo'yladik. endi bo'sh yurgan mollarda endi Bo'sh yurgandi, ha. bo'sh yurgan mollar endi arqonga tushib yetilasa yaxshi yurmaydi-da. Tutaqlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana ko'rasizlar akalar. Yaxshi ko'rinyaptimi? Kurakchi chiqarmaganmi? Voh, mashalloh. Mana ketdi mana. Mana endi qo'ldan chiqib ketdi. Ko'chaga chiqib ketmasa bo'ldi. Shu yerda ham ko'rsatib qo'yamiz, yurgan joyida ham. Aka, bo'ylari necha keladi bularni? Bular bo'ylab 1.35, 1.40 keladi. Ana kattasini bo'yi 1.40 ga boradi. Ha, oshiq ham kelsa kerak. Mana ko'raverasizlar akalar. Xudo xolasa ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Aka, bularning narxi necha pul endi? Narxi ikkalasini 33 milliondan baho aytaman. Kami bor. Bahosi 33 milliondan. Ha. Kami qancha, ko'pmi kami? Kami ko'p, bas lekin. Savdosi bor, ha? Savdosi bor. 33 milliondan kami bor. Savdosi bor. Endi Kelishtirib beramiz, ana molni qarang. qalon topsa qor yonadi deganda Yashur-pashur bular oyog'iga ham o'tmagan hech nima bo'lmaydi. yengil bo'lib o'tgan, cho'chimi yo bor boqaverami? Cho'chimi bemalol mollariga ham borib qo'shaveradi, moli ko'plar. Kurakchi chiqarmagan. Mana xunojillar 33 million so'mdan qochishga tayyor. Xohlaganlarga mana yoshroq varianti, xohlaganlarga mana qochishga tayyor variant. Bitta semental buqa bo'lsa bularga. Yeb sog'liklari qanday aka? Zo'rda, sog'ligi yedi. O'ta go'zal, garantiyalari bor. Aka, ajratib ham sotaverasizmi yo bir joyga? Sotaveramiz. Nech pul endi? Aytib qo'ygan yaxshi baribir. Bunisi jinda qimmatroqda, bunisi Kattarog'i. Ha. Endi gavda boshiga hissa hisoblab. 32 baho aytamizda, baho aytish bo'lsa. Kattarog'i 34, kichkinasi 32 million. Endi kichkinasi ham lekin o'sha qochishga tayyor. Kichkina emas, endi sherigiga nisbatan kichikroq. Ha. Voy gap yo'q mana. Xo'rozon bor ekan bitta mana. Mana bitta qanday ko'rindi mana. Endi ishqibozlar ko'rib oladi-da, buni tuyoqlarni ko'radi. Masofadan turib olaman deganlarga qulay qilib ko'rsatib berishimiz kerak. To'g'ri. Mana akalar. Ko'rinarchi. Ko'zida, burnida bir nuqsoni yo'q, shoxlari to'g'ri ekan. Sakan tuyoq. Tavsiya qilamiz akalar. Kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Cho'mbog'osh Qo'ng'irot mahallasi. O'sha Ilir akamizni xonadonida turibdi mollar. Kelaverasizlar. Xudo xolasa mana sotishga tayyor bo'lgan yeb-ichishlari kafolatli zo'r. Tavsiya qilamiz.